Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Muhammadbek Baxtiyorov kanalining aziz obunachilari. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba mol bozorini tepa holatdan ko'rinishi do'stlar. Mana bozorda tepa holatdan ko'rinishi. Katta bozor mana. Narx-navolar bilan tanishtirgani keldik do'stlar. Mana narx-navolar bilan bir chekkadan tanishtirishni boshlaymiz do'stlar. Ana akamiz bu yerda. Necha pul bo'lyapti aka? Qo'ylar. 8 million so'mdan Navoiygacha dastavkasi bilan. 8 million so'mdan Muhammadbek Baxtiyorov. 8 million so'mdan baraka bo'ldi, ha? Shuni qo'ylar. Dastavkasi ichiga. Barakasini bersin. Do'stlar, layklarni bosib, podpiskaga o'tib qo'ysangiz, muntazam shunaqa videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Mana bozorimiz osh. Bozorda yurishga ham xot yo'q, do'stlar. Amallab videoni qilamiz, do'stlar. Necha yil bo'lyapti sog'liqlar? Aka? 13 ham mana aka. Bu yakka. Ikkalasi 13 million, ha? Aka? Egizi bilan, egiz balasi bilan. Egiz balasi bilan ikkita qo'y 13 million mana. Sog'liq qo'ylar. Mana kanallarda videolarni kuzatib borasizlar, narxlarni do'stlar, layklarni bosib, mana bu yerda ham sog'liq qo'ylarni zo'rlari. Bozor qalin, qo'ylar zo'r kiribdi, qo'ylarni zo'rlari. Necha yil bo'lyapti aka qo'ylaringiz? Necha puldan aka? 7,5 million so'mdan sog'liq qo'ylar mana do'stlar. Chaqakalas Zo'rlari 7,5 milliondan deyapti. Sotilish bahosini ham ayting-da, qiziq. Kami bor deyishyapti mana. Bir chekkadan mazza qilib videolarni ko'rasizlar do'stlar. Qalin bozorga qo'y shunaqa kirgan do'stlar. Mazza qilib tomosha qilaverasizlar videolarni do'stlar. Layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Men qo'zilardan ham ko'rsataylik. Rossiyadagi yigitlarga aka layk bo'lsakmi? Qo'zilar, nech pul deyapsiz qo'zilar aka? Qo'zilar nech pul deyapsiz? Keng. Mana qo'zilar holat. Chiroqchi Chorshanba mol bozoridan do'stlar. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi Chorshanba mol bozorida qo'zilarning holati. Yegani olayman, nech pul deyapsiz? Nech pul bahona ayting aka. 3 million so'm aka. 3 million so'm, ha? Jazman nech puldan so'rashdi? 3 milliondan. 3 milliondan so'rashyapti. Mana. Hurmatli do'stlar, mana 3 million so'm shunaqa shervoz qo'zlarning bahosi. Chorshanba mol bozoridan mazza qilib videolarni ko'rib, layklarni bosib qo'yasizlar do'stlar. Mana bu yoqqa kattaroq dekabrskga qo'zilar chiqqan ekan. Nech puldan bo'lyapti ukajon? Nech pul bo'lyapti? 4,5 million so'm bo'lyapti, ha? Jazman nech puldan so'rashdi? Jazman qanchadan? 4 million 100 ming so'mdan jazman so'rashyapti. Mana bir qator ko'rsatib o'taman. Qo'zilar bir-biridan go'zal. Layklarni bosib qo'ysangiz, narx-navolarni aniq joydan ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, mana bir chekkadan ketamiz. Ham bu yoqda ham akalarimiz. Nech pul bo'lyapti aka qo'zilaringiz? Hozir 4,5 million aka. 4,5 million. Bozor nech pul qildi? Aka tanlovlariga akalar 30 tasini turishni so'rayapti. 4 million 300 ming so'mdan tanlab olishga. Hurmatli do'stlar, mana baho narxlar bilan tanishib qo'yinglar. Mana shu qo'zilarni 4 million 300 dan tanlab olishga. Chiroqchi Chorshanba mol bozoridamiz. Mana bir chekkadan ketaveramiz. Layklarni bosishni unutmang do'stlar. Akamizni nech pul bo'lyapti qo'zilaringiz aka? 4 dan kam bor aka. 4 million so'mdan, ha? Kami bor. Nech pul so'rashdi jazmani oluvchilar? 36 dan so'radi. 3 million 600 dan so'rashyapti, ha? Bozoringizni bersin aka. 3 million 600 dan aka, ha? Mazza qilib narxlar bilan tanishib, narx-navolar bilan tanishib qo'yaverasiz. Mana bu yoqda nasl qo'chqorlar ham chiqibdi do'stlar. Bitta layklarni bosib, mazza qilib
ko'rib qo'yaverasizlar. Necha pul bo'lyapti aka? Nasl qo'chqorlaringiz? 20 million so'mdan, ha? Ha. Yaxshilab ko'rsatib qo'ya holatini 20 million so'mdan nasl qo'chqorlar. Bozoringiz bersin aka. Bir chekkadan ketamiz videolarda olib. Hurmatli do'stlar, bozor qalin kirgan mollar, sog'liq qo'ylardan ham ko'rsatdi. Mana bu yoqda mana sog'liq qo'ylar chiqibdi. Sori sog'liq qo'y. Necha pul bo'lyapti aka bahosi? Qo'ylaringiz. Necha pul bo'lyapti bahosi? 5,5 million so'mdan mana. Hurmatli do'stlar, yana bitta narsani aytib qo'yay. Qo'y olish mana saraton kirdi. Saratonga chidagan qo'ylar qishga ham chidab beradi, hurmatli do'stlar. Bir ma'lumot sifatida sizlarga eslatib qo'yay. Mana bu yoqda qo'chqorlar chiqibdi mana, sheror. Qo'zi qo'chqorlar. Necha puldan bo'lyapti qo'zi qo'chqorlar? 6 million so'mdan mana qo'zi qo'chqorlarning holati do'stlar. Chiroqchi chorshanba mol bozoridan videolarimiz bo'lyapti. Layklarni bosib qo'ying, hurmatli do'stlar. 6 million so'mdan mana qo'zi qo'chqorlarning holati. Bir chekkadan ketaveramiz. Bozor qalin, qo'ylarni zo'rdan zo'rlari kiribdi. Mana bu yoqda nasl qo'chqorlarimiz. Aka necha pul bo'lyapti nasl qo'chqorlar? Qo'chqorlar aka 15 milliondan deyapti. 15 million so'm. Jazman necha pul so'rashdi? 11 million, 12 million so'rashyapti. Nasl qo'chqorlarning o'dari, oyna dummasi, simjuni tozasi. Hurmatli do'stlar, mana qo'yga qo'yishga. Hurmatli yurtdoshlar, mana bozorda zo'rdan zo'rga mana bu yerda ham nasl qo'chqorlar juda o'tkiribdi. Nasl sezonda hozir mana mazza qilib videolarni ko'rib, layklarni bosib qo'ysangiz, muntazam mana shunday narx-navolar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Necha pul bo'lyapti aka? Qo'chqorlar. Qo'chqorlar 10 milliondan aka. 10 million so'mdan deyapti akamiz mana qo'chqorlarning holati. Shunday. Bozor necha so'radi aka? 9 sotyapti. 8,5-9 million so'rayapti. Bozoringizni bersin aka. Mana bu yerda ham qo'chqorlarimiz bor. Hurmatli do'stlar, layklarni bosib, videolarni Telegram kanallarga tarqatib qo'ysangiz, muntazam mana shunaqa qo'chqorlarni zo'ridan, sifatlisidan narxlarini chiqarib beraveramiz. Necha pul bo'lyapti aka qo'chqorlar? 13 dan aka. 13 million so'mdan, ha? Mana qo'chqorlarning holati 13 million so'mdan. Chiroqchi chorshanba mol bozoridan videolarimiz davom etyapti. Hurmatli do'stlar. Bozoringiz bersin aka. Mana hurmatli do'stlar, mana savdo bo'layotgan joyidan ko'rsatib qo'yaman. Baraka bo'layotgan joyidan. Nech pulga baraka bo'ldi aka? Yurtdoshlarimizga qiziq narxi. Bozorga kela olmagan yurtdoshlar. Nech pulga oldingiz? 6 million so'mga mana olishibdi boqishga mana. Hurmatli yurtdoshlar, mana narx-navolar bilan vaqtida 20 millionni qo'chqor bo'lgan bu. Yosh payti. Narx-navolar bilan mazza qilib tanishib qo'yaverasizlar do'stlar mana. 6 million so'm olishibdi. Bir chekkadan narx-navolar bilan tanishtirib ketaveraman. Layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, muntazam mana shunaqa narx-navolar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Bozorda narx-navolari bilan. Mana bu yerda ham qo'chqorlarning sifatlisi, zo'rlari chiqdi. Necha pul bo'lyapti aka qo'chqorlar? 8 million so'mdan, ha? Bozor necha pul so'radi aka? Bozor. Bozoringizni bersin. 8 million so'mdan deb aytishyapti mana shunday qo'chqorlar. Hurmatli do'stlar, mana yurishga ham xoti yo'q, qalin bozor. Qo'ylar zo'r ekan. Mana qo'chqorlarni zo'ri mana. Buyurilgan holatida. Hurmatli do'stlar, layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunday qo'chqorlarni zo'rlarini, sifatlisini chiqarib beraveramiz, hurmatli do'stlar. Nech puldan bo'lyapti ekan aka qo'chqorlar? Nech puldan deyapsiz? 15 million so'mdan aytishyapti. Nech pul? Jazman nech pul so'radi? Jazman nech pul so'radi?
15, 12, 13 sotilyapti. 20 ham deyilyapti, 15 ham deyilyapti, 10 million ham deyilyapti har xil orasida. Mana hurmatli do'stlar, Qo'chqorni holatini qaranglar. Mana nasl Qo'zg'ala, qo'zg'ani. qo'zi Qo'chqorni holati mana. Chiroqchi chorshanba mol bozoridan do'stlar, mana 12-13 million so'm jazman so'rab turibdi. Bozoringizni bersin aka. Qanaqami aka? Muhammadbek Baxtiyor kanali.